Muhammad Ayub tuxumiga yaqinidan bormi, zo'ridan bormi, o'ziz ishongan, o'ziz bir qo'l qilib baqqan jo'jalardan bormi deganinglar. Ha, hurmatli obunachilar, xuddi shunaqasidan bor. Soni 5200 ta, narxlari o'ta bomba narxlarda. Xudo xolasa 1 oy 1,5 oy vaqtingiz zo'r tuxumga kirib ketadi. Agarda menikiga o'xshagan shunaqa issiqroq xoningiz bo'ladigan bo'lsa, akalar, mana 750 ta jo'jam bor, bilasizlar. 750 ta jo'jamdan umuman o'tayotganim yo'q. Yolg'on bo'lmasin, shu narsani olib keldim. Bo'lmadi akalar, yoqmadim. Chunki xonani harorati normalniy. O'sh burchakka ventilyator qo'yganim hisobiga akalar, buni tortib, bundan boshqa zo'r pechkalarni ham o'zimning ekonom pechkamni ham o'chirib qo'yapti shu ventilyator bo'lmaydigan. Lekin xonani harorati zo'r, idealniy xona turaverar ekan. O't yaqmasam ham bo'laveradi deganlar uchun bo'ladi. Xuddi shunaqa akalar. 17 metrga 17,5 metrga 4,5 metrlik joyim bor. Shu joyga 750 joy solganman. Xudo xolasa mana joy bemalol. Bitta boqsam ham bo'laversa kerak. Yana bilmadim, lekin yaxshi turibdi joylarni. Siqilib qolgan, tiqilib qolgan yo'q, boshqa qo'ygan yo'q. Hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Hurmatli obunachilar, bir qo'l baqilgan, chiroyli dori vaksinalari bo'lgan tayyori tuxumga 1,5 oy vaqtim kirib ketadimi deganlar uchun, shunaqa 900 bon Muhammad Ayub deganlar uchun xudo xolasa xuddi shunaqasidan 5200 ta bor. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z, Navbahor 25-uyda. Inshaalloh zo'ridan boqaman deganlar uchun videoni tarqatib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Bahorda nima biznes qilsam ekan, 4000, 2000 ga mashina olib keyin yana Rossiyaga ketamanmi? Bo'lmabdi bu ishlar. Mana shu yerda o'zimizda yurib ham zo'r pul topsam bo'ladi deganlar uchun xudo xolasa zo'r biznes ideali zo'ri. Xudo xolasa mana 3,5 ming so'mdan kilosini donini olib berib tursanglar, xudo xolasa 2 oyda, uzoq 2 oyda tuxumga kirib ketadi. Yaqina 1,5 oy xudo xolasa hurmatli obunachilar, yaxshi qarab, yaxshi parvarish qilib tursanglar, inshaalloh undan ham zo'r tezroq kirib ketish mumkin. Sabab bu donini suvini ichib tursa, hurmatli obunachilar, tezda katta bo'laveradi. Mana jo'jalarimiz bir qator jo'ja patini to'kib zo'r bo'lib qolgan. To'q holatiga kelib qolgan. To'g'ri qaqalab yuribdi, bilayotgan bo'lsanglar, ovozinglar eshitayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa idealning yaxshi variantdagi Andijon qora jo'jalar. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, Vodiy Chorva kanalida realniy narxlarda bo'ladi, realniy dorilangan aksiyalangan jo'jalar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sizlar uchun bularning narxlarini 65 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Talashib tortsanglar yana ozgina o'tib beradigan xayri bor akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar, pastda nomer qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar akalar, realniy oladiganlar chiqsa, inshaalloh sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi. Sababi oladigan odamni oldin to'sib qo'ymaysizlar, bizni charchatib qo'ymaysizlar. Shunda biz yaxshi muloqotda chiroyli qilib barakani qilib olamiz. Inshaalloh narxlari 65 mingdan bir chekkadan sidirmaga qo'yib yubordik akalar. Yangi yil oldi bonuslarni xuddi shunaqa bo'ladi akalar. Buni bahorda bo'lsa mana shular 100 mingni tepasida akalar. Hozir bahor emasligi uchun 5200 talik uchun bitta joyimizda 5200 ta jo'jamiz bor. Bundan 1,5 oylik katta, meniki 1,5 oylik deyman. Menikidan 15 kunlik katta. Realniy hamma vaksinalari bo'lgan videolarigacha baraka qilgan odamimizga tashlab beramiz. Bemalol cho'chimasdan Vodiy Chorva kanalidan sotib olishingiz mumkin. Sababi bizda realniy bo'ladi, narxlar ham ideal bo'ladi akalar. Asl nomer qoldirdik, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekistonda 12 ta viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Doimgidek sizlar bilan kanalda admini Muhammad Ayub bo'ldi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, ekraningiz o'ng tomonidagi qizil pochtasini bosib qo'ysanglar, bahorda shunaqa Andijon qora jo'jalarini bizneslarni qilmoqchi bo'lgan aka-singillarimiz, opa-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.